Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan yana bir yangi mavzuni o'rganamiz. Bugungi o'rganadigan mavzuyimiz fanga oid va tayanch kompetensiyalar. Ushbu mavzu o'z ichida ikki rejani yoritadi. Kompetentlik nima va fanga oid va tayanch kompetensiyalar rejalari. Kompetensiya so'zi tarjimada layoqatli, munosib bo'lmoq kabi ma'nolarni anglatuvchi lotincha competere so'zidan olingan. Kompetensiya deyilganda shaxsning biror bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi tushuniladi. Kompetensiya ma'lum bir sohada samarali faoliyatni olib borish uchun zarur bo'lgan mutaxassislarning ta'limiy tayyorgarligiga qo'yilgan talabdir. U davlat ixtiyorida bo'lgan, oldindan belgilangan ijtimoiy talab bo'lib, u o'qituvchi, ishchining muayyan sohada samarali faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan ta'limiy professional tayyorgarligiga nisbatan qo'yiladi. Kompetensiyani shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim o'quvchilarning egallangan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatida amaliy qo'llash imkoniyatidir. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim o'quvchilarda mustaqillik, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish, tashabbuskorlik, media resurslar va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z faoliyatida oqilona foydalanish, ongli ravishda kasb-hunar tanlash, sog'lom raqobat hamda umummadaniy ko'nikmalarni shakllantiradi. Kompetensiya o'z ichida ikki turga bo'linadi. Bular fanga oid va tayanch kompetensiyalar. Fanga oid kompetensiyalar bu asosan fan bilan bog'liq bo'lgan kompetensiyalar hisoblanadi va bu o'quvchining muayyan fan doirasida egallashi zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malaka munosabatlari majmuasidir. Tayanch kompetensiya. Ushbu kompetensiya shaxsning hayotda va kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan asosiy bilim, ko'nikma va qadriyatlar majmuasidir. Tayanch kompetensiyalar 6 turga bo'linadi. Bular: kommunikativ kompetensiya. Ijtimoiy vaziyatda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirish, muloqot madaniyati hamda ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda, jamoada samarali ishlay olish layoqatini shakllantirishni nazarda tutadi. Axborot bilan ishlash kompetensiyasi. Media manbalaridan zarur ma'lumotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, saqlashni va ulardan samarali foydalanish qobiliyatini shakllantiradi. O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi. Ushbu kompetensiyada o'quvchilar yoki shaxs o'z ustida ishlaydi, o'zini tanqid qiladi, o'zini kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish kabi harakatlarni amalga oshiradi. Ijtimoiy va faol fuqarolik kompetensiya. Jamiyatda bo'layotgan voqea, hodisa va jarayonlarda daxldorlikni his etish, ularda faol ishtirok etish, o'zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatlarga ega bo'lish layoqatlarini nazarda tutadi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Bu kompetensiya o'z nomidan kelib chiqib, milliylikni, umuminsoniylikni e'tirof qiluvchi kompetensiya hisoblanadi. Ushbu kompetensiya orqali o'quvchilar vatanparvarlik ruhida tarbiyalanadi. Matematik, savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi. Ushbu kompetensiya orqali aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o'qiy olish, inson mehnatini shakllantiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitlarga olib keladigan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur kompetensiyalar umumta'lim fanlari orqali o'quvchilarda shakllantiriladi. Xulosa qilib aytganda, kompetensiyaviy yondashuv inson faoliyatida har tomonlama kompetentlikni shakllantirish, hozirgi zamon jamiyat va ta'limining asosiy sharti hisoblanadi. Bu talab o'qituvchi, pedagoglar faoliyatiga ham bevosita daxldordir. Bugungi bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.